Assalomu alaykum hurmatli abituriyentlar. Bugun siz bilan birgalikda milliy sertifikatga topshirmoqchi bo'lgan talabgorlarni va tayyorlanuvchi abituriyentlarimizni eng qiynaydigan va eng ikkilantiradigan savollardan biri hisoblangan 33, 34 va 35 savollarda tushish ehtimoli juda ham yuqori bo'lgan sintaksis bo'limiga aloqador mavzularni birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak boshladik. Birinchi bo'lib uyshuk bo'lakdan ko'rib boshlasak, xo'p, uyshuk bo'lak nima? Uyshuk bo'lak bu gapda bir xil so'roqqa javob bo'luvchi, bir xil gap bo'lak vazifasida keluvchi hamda sanash ohangi bilan qo'llaniluvchi birliklar, ya'ni bo'laklar bizda uyshuk bo'laklar deyiladi. Ya'niki u qanaqa bo'ladi? Misol uchun siz gapda qo'llash holatida men o'quv markaziga kelib matematika, ingliz tili, ona tili va rus tili fanlaridan to'garaklarga qatnashdim degan gapda biz sanash ohangi bilan qo'llovchi birikmalarimiz bular matematika, ona tili va rus tili degan so'zlar edi. Ya'ni bu so'zlarda so'roq berayotgan jarayonimizda ham matematika, ona tili, rus tili, demak har biriga bir xil so'roq beriladi va har biri sanash ohangi bilan aytiladi. Va har biri bir xil gap bo'lagi vazifasiga keladi. Sababi ularga bir xil so'roq berilgandan so'ng birinchi navbatda so'roq bir xil bo'ldimi, demak gap bo'lagiga ham bir xil bo'ladi. Shunaqa holatda qo'llaniluvchi bo'laklar bizda uyshuk bo'laklar deyiladi. Ya'ni uyshuk bo'laklarni biz gapni ajratishga umuman qiynalmaymiz, chunki biz uni asosiy shu 3 ta shartini bilib olsak, biz uchun juda ham bu osonlik tug'diriladi. Ya'ni birinchi sharti bizda sanash ohangi bilan aytilishi, ikkinchi sharti esa bir xil so'roqqa javob bo'lishi va uchinchi sharti esa bir xil gap bo'lagi vazifasida kelishi kerak. Xo'p, endi davom etamiz. Keyingisi esa undalma. Undalma ham bizda talabgorlarimizda aynan shu 33, 34 va 35 savollarda biroz o'ylantiradigan holatlardan biriga aylangan savollardan biri hisoblanadi. Xo'p, undalma qanaqa holatda gapimizda qo'llaniladi? Xo'p, o'zi undalma nima? Undalma shaxsga yoki narsaga qarata gapirish, bu bizda undalma deyiladi. Undalma gapimizdagi boshqa bo'laklardan bevosita tinish belgilari orqali ajratiladi. Ya'niki qanaqa bo'ladi? U undalma boshqa bo'laklar bilan aloqaga kirishmaganligi sababli uni o'zida alohida qo'llaniladi, ya'ni virgul bilan gapni qaysi qismida qo'llanishiga qarab virgul bilan ajratiladi. Misol uchun biz gapni boshida undalmadan foydalansak, undan keyin virgul bo'ladi. Agar biz gapni o'rtasida undalmadan foydalansak, undalmani ikki tomonidan virgul bo'ladi. Agar biz gapimizning oxirida undalmadan foydalansak, undalmadan oldin virgul qo'llaniladi va bu orqali biz gapda undalma ishtirok etganini ajratib olishimiz mumkin. Xo'p, keyingisi esa so'z gap. Xo'p, so'z gap nima? So'z gap muloqot jarayonimizda qotib qolgan, asosan bizning so'z gaplardan e'tibor berib shunaqa savollarga duch kelgan bo'lsangiz, e'tibor berib qaragan bo'lsak, so'z gapimiz asosan muloqot jarayonida bilinadi. Ya'niki qanaqa bo'ladi? Misol uchun bizda bugun o'quv markaziga borasanmi deb bizga savol berilganda, biz ha, boraman tarzida aytsak, ha so'zi bu yerda so'z gap holatda keladi. Nima uchun so'z gap deyiladi? Biz gap joyiga urg'u berishimiz kerak. Ya'ni gap nima? Gap fikr tugalligiga ega bo'lgan va ma'lum bir narsa hodisa haqida ma'lumot beruvchi so'zlarning jamlanmasi gap deyiladi. Demak, bizda nima uchun so'z gap deyiladi? Sababi biz bitta so'zni aytamiz, ya'ni dialog jarayonida o'sha savolga javob bo'luvchi so'z hisoblangan bitta so'zni aytamiz va shu so'zdan keyin nuqta qo'yiladi va shu bilan bitta gap hosil bo'linadi. Va ushbu birliklarimiz bizda so'z gaplarni hosil qiladi. So'z gaplar, e'tibor bering hurmatli abituriyentlar, bizni nutq jarayonimizda yoki bizni tilimizda ko'proq dialog, ya'ni ikki kishining suhbati holatida aks etadi va so'z gaplar bizda qotib qolgan birliklar sifatida ham qo'llaniladi. Ya'niki qanaqa bo'ladi? Misol, assalomu alaykum, va alaykum assalom, xush kelibsiz, osh bo'lsin, marhamat kabi birliklar bizda muloqot jarayonida qotib qolgan birliklar sanalgani bois ushbu gaplar so'z gaplar deyiladi. Ya'ni ushbu so'zlarni aytgandan keyin nuqta tinish belgisi qo'yiladi va bizda so'z gap hosil bo'ladi. Xo'p, keyingisi esa atov gap nima? Atov gap bu nima? Atov gapimiz bizda bitta so'z yoziladi va shu so'zdan keyin nuqta tinish belgisi qo'yiladi va bu tinish belgi qo'yilgandan so'ng bizni ongimizda
shu so'z haqida yetarli ma'lumotlarni tasavvurimizda paydo bo'lishi orqali shakllantiriladi. Misol uchun biz kuz deymizda nuqta qo'yib qo'yamiz, keyin uni davom ettiramiz. Xo'p, yomg'irlarning shivirlagan ovozi, qushlarning issiq o'lkalariga uchib ketishi, daraxtlarning oltin tusga kirishi va hokazo va hokazo. Asosiysi bizda ushbu birliklarni boshlanishidan oldin bitta so'z aytiladi va so'zdan keyin nuqta qo'yiladi. Ya'ni biz kuz dedik, nuqta qo'yib qo'ydik va o'sha kuz haqida miyamizda bor tasavvur va g'oyalar aks etdi va u g'oyalar nuqtadan so'ng keladigan yangi gapimizning ichida qo'llaniladi. Ya'ni ato gapda xuddi shunaqa hodisa bo'ladiki, sizda bir so'z aytiladi va nuqta qo'yiladi, so'ngra shu so'z haqida ongingizda bo'luvchi barcha taassurotlar undan keyingi gapda aks ettiriladi. Undan tashqari ato gapimiz bitta so'zdan iborat ham bo'lishi mumkin. Ato gapimiz aniqlovchi bilan kengaygan holatda ham kelishi mumkin. Misol uchun biz kuz deb nuqta qo'yganimiz bu yig'iq ato gap deyiladi. Ya'ni u bitta so'z bilan ifoda etilyapti. Bizda yoyiq ato gap holati ham bor. Bu yoyiq ato gapda qanaqa bo'ladi? Yoyiq ato gapimizda ato gapimiz aniqlovchi bilan yana ham kengaygan bo'ladi. Misol uchun kuz deb nuqta qo'yib qo'ygan bo'lsa, bu yig'iq atoga. Agar sizda oltin kuz deb birlikni nuqta qo'yib qo'ygan bo'lsa, demak, ikkita so'zdan keyin nuqta qo'yilgan bo'lsa, bu bizda yoyiq ato gap bo'ladi. Hurmatli abituriyentlar, shu joyda diqqat va e'tiboringizni qaratishingizni so'rayman. Hamisha ikkita so'z desa, xayolingizga ato gapning oldidan aniqlovchi qo'llangani kelishi kerak. Agar bizda kuz keldi holatida qo'llangan bo'lsa, biz uni ato gapga ola olmaymiz. Chunki u ega va kesimli gap. Bizda agar ato gapimizdan oldin aniqlovchi bilan kengaygan holda birlik aks etsagina biz uni yoyiq ato gapga olishimiz mumkin. Tushundingiz degan umiddaman. Endi davom ettiramiz. Xo'p, kirish so'z. Kirish so'z nima? Bu kirish so'z birligini siz bilan biz morfologiya bo'limida, ya'ni so'z turkumlari bo'limida to'laqonli tarzda o'rganib chiqqanmiz. Ya'ni u qanaqa bo'ladi? Bilsangiz, so'z turkumlarida, ya'ni morfologiya bo'limida o'rganuvchi so'z turkumlari bo'limida so'z turkumlarini biz 3 ga bo'lib o'rganardik. Ya'ni bizda mustaqil so'z turkumlari, yordamchi so'z turkumlari va alohida so'z turkumlari bor edi. Ana shu alohida so'z turkumlarimizning ichiga undov, taqlid va modal so'zlar kirardi. Ya'ni bu morfologiya bo'limida so'z turkumlarini o'rganuvchi bo'limlardan biri edi. Endi morfologiya bo'limida biz o'rgangan modal so'zimiz sintaksis bo'limidagi kirish so'z birligiga teng hisoblanadi. Ya'ni turkumi jihatdan modal so'z, sintaksis bo'limi jihatdan esa kirish so'z. Xo'p, kirish so'zni o'zi asli nima? Keling birga eslab olamiz. Ya'ni kirish so'z nima? Kirish so'z so'zlovchining fikriga ishonch, gumon, taxmin, ehtimol ma'nolarini beruvchi birliklar bizda kirish so'zlar sanaladi. Ya'ni misol bizda so'zlovchi bu yil talaba bo'lasiz degan gapni aytdi. Endi biz xuddi shu so'zlovchining fikriga albatta bu yil talaba bo'lamiz deb ishonch ma'nosini beramiz va ushbu gapimizdagi albatta so'zi kirish so'z sanaladi. Yoki biz ehtimol bu yil o'qishga kiramiz deyapmizda, so'zlovchining fikriga taxmin ma'nosini beryapmiz. Va bu gapimizda ehtimol so'zi so'zlovchining fikriga taxmin ma'nosini beruvchi kirish so'zni hosil qiladi. Yoki biz xullas bu yil o'qishga kiramiz deb fikrni yakunlasak, demak bu fikr yakuni bo'yicha kirish so'z hisoblanadi. Ya'ni kirish so'zimizni so'z turkumlarida modal so'zni baholasak, uni biz sintaksis bo'limida esa kirish so'z holatida baholaymiz. Xo'p, demak kirish so'zlarimiz ham xuddi undalmalar singari boshqa gap bo'laklaridan virgul bilan ajratiladi. Ya'ni agar kirish so'zimizni biz gapni boshida qo'llasak, undan keyin virgul qo'llanamiz. Misol, shubhasiz bu yil o'qishga kiramiz desak, demak shubhasiz bizda kirish so'z, undan keyin virgul va gapni davom ettiramiz. Agar biz bu yil o'qishga shubhasiz kiramiz desak, demak bu gapni o'rtasida kirish so'zni qo'lladik va uni ikki tomonidan virgul bo'ladi. Bu yil o'qishga kiramiz shubhasiz deb qo'llansa, bizda kirish so'z gapni oxirida qo'llangani uchun undan oldin virgul bo'ladi. Va kirish so'zimiz boshqa gap bo'laklari bilan aloqaga kirishmaydi. Kirish so'zning asosiy vazifasi so'zlovchining fikriga ishonch, gumon, taxmin ma'nolarini berish uchun xizmat qiladi. Va kirish so'zlarimiz esa mutlaqo so'roqqa javob bo'lmaydi.
Davom etamiz. Keyingi qismimizda bir ajratilgan bo'lakni ko'rib chiqamiz. Xo'p, ajratilgan bo'lak nima? Ajratilgan bo'lak haqida turli xil nazariyalar mavjud va uni o'quvchi ongida singdirish uchun biroz murakkab jarayonni boshdan kechirishga to'g'ri keladi. Shuning uchun barcha abituriyentlarga qulay, oson va yaxshi tushunishlari uchun ajratilgan bo'lakni sodda holda tushuntirib berishga harakat qilaman. Ya'ni ajratilgan bo'lak nima? Misol uchun sizda biron bir voqea hodisa haqida ma'lumot berildi va u ma'lumotni yanayam aniqlashtirish uchun shu ma'lumotga doir qo'shimcha manba beriladi. Va bu narsa sizda ajratilgan bo'lakni hosil qiladi. Misol uchun sizga aytiladi, xo'p, ichkariga mehmonlar gavjum joyga asta qadam tashladi. Demak, e'tibor bersangiz, ichkariga deyapti, ya'ni sizda bu narsada ichkari haqida gapiryapti va bu tinglovchida ichkari haqida to'liq ma'lumotni bermayapti. Shunaqa paytda bizda ichkariga mehmonlar gavjum joyga deb o'sha ichkari haqida yanayam aniq ma'lumot beryapti. Va o'sha orqali siz ajratilgan bo'lakni topib olishingiz mumkin. Ya'ni bitta narsa haqida sizga ma'lumot beriladi va uni aniqlashtirish uchun shu narsa haqida yana xuddi shunaqa ma'lumot beriladi. E'tibor bering, ajratilgan bo'lakda berilgan so'z va uni ma'nosini aniqlashtiruvchi so'zlar bir xil so'roqqa javob bo'ladi. Misol uchun sizga ustozimga Zamira Yunusovnaga juda ham katta minnatdorchilik bildiraman deyilyapti. Misol uchun sizga ustozimga deyapti, ya'ni bu tinglovchi uchun ustozi kim ekanligi haqida mavhumlikni keltirib chiqaryapti. Shu jarayonda ustozimga Zamira Yunusovnaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman deganda ustozi aslida kim va uni aslida qanaqa holatda kelishini, ya'ni o'sha mavzu haqida sizga aniq ma'lumot berish uchun ajratilgan bo'lakdan keng ko'lamda foydalanadi. Hurmatli abituriyentlar, endi sizlar bilan birgalikda hozir ko'rib chiqqan mavzularimiz bo'yicha misollarni birgalikda o'rganib chiqamiz. Xo'p, demak, ajratilgan bo'lakdan boshlaymiz. Ya'ni bunda ajratilgan bo'lak asosan 3 xil holat uchun qo'llanilishi mumkin. Ya'ni o'zidan oldingi kelgan bo'lakning ma'nosini izohlash uchun, bo'rttirish uchun, ikkinchi holat, uchinchi holat esa aniqlashtirish uchun qo'llanilishi mumkin. Xo'p, qarang. Masalan, shu payt Kumush bibi Najot farishtasi kirib keldi. Ushbu holatda ajratilgan bo'lak bizda o'xshatish ma'nosi uchun qo'llanilyapti. Va ajratilgan bo'lakning ma'nosi umumiy holatda shunda aks etgan. Ya'ni bizda bo'rttirish, o'xshatish va izohlash ma'nolarini ifodalash uchun ajratilgan bo'lakdan foydalaniladi. Xo'p, Kristos shubhasiz sertifikat olamiz. Ko'rgan bo'lsangiz, qolgan gapdagi gap bo'laklari bilan virgul bilan ajratilyapti. Ya'ni ular bilan birgalikda aloqaga kirishmayapti. Sertifikat olamiz degan so'zlovchining fikriga o'zining shaxsiy qarashini ifoda etyapti. Misol, ishonch, gumon, taxmin ma'nolarini. Xo'p, darhaqiqat talabalarimiz juda ham ko'p desak, demak, talabalarimiz juda ham ko'p degan so'zlovchining fikriga darhaqiqatni tasdiq ma'nosini yuklayapti. Keyingisi ato gapimizda esa kuz degan holatda biz uchun yig'iq atoga. Xo'p, keyingisi kumush qish degan holat esa biz uchun yoyiq ato gapni yuzaga chiqaryapti. Ya'ni bunda bir so'z bilan ifodalanyapti, bunda esa oldidagi aniqlovchi bilan yana ham kengayapti. Keyingisi, demak, so'z gapga to'xtaladigan bo'lsak, so'z gaplarimizni men boyasga tushuntirgandim. Ya'ni dialog ikki kishining suhbat jarayonida aks ettiriladi. Misol, assalomu alaykum, ha, yo'q, osh bo'lsin va hokazo va hokazo qotib qolgan birliklar edi. Misol uchun, xonaga kirsam bo'ladimi? Marhamat. Demak, bu dialog jarayonida qo'llangan, ya'ni sizda marhamat bilan bir kishining savoliga javob berilyapti va bizning gapimiz shu bilan tuganyapti va undan keyin nuqta qo'yilyapti. Demak, qotib qolgan birlik bilan gapni tugab nuqta qo'yapmiz va dialog jarayonida foydalanyapmiz. Bu biz uchun so'z gapni yuzaga chiqaryapti. Endi davom etamiz. Keyingisi undalma. Hurmatli abituriyentlar, nima uchun sizga ikkita bir xil gapni yozdim? Bu undalmada qo'llanilayotgan virgul orqali undalmasiz hisoblangan egali gap va undalmali gapni ajratishni tushunishingiz uchun. Ya'niki bitta virgul tinish belgisi gapimizni mutlaqo gap bo'laklarini va mazmunini o'zgartirish uchun asos vazifasini bajaryapti.
Endi xo'p qarang, islom to'xtalamiz chunki bu undalma. Akam keldi deyilyapti. Ya'niki bu to'xtalganimiz undalma. Eslatib o'tadigan bo'lsam, kimga yoki nimagadir qarata gapirish bizda undalma deyiladi. Xo'p, demak biz islomga qarata akasi kelganini aytyapti. Demak, so'zlovchi islom degan bolaga qarata uning akasi kelgani haqida aytyapti. Ya'ni bizda undalmani tashkil qilayotgan islom degan so'z so'zlovchi fikri qaratilgan shaxs. Endi xuddi shu gapimizni vergul tinish belgisiz qo'llayapmiz va bu ikkinchi gapimiz undalmasiz gap sanaladi. Bunda akasining ismi Islom, u aynan uning o'zi kelgani haqida xabar kelyapti. Ya'ni Islom ismli akasi kelgani haqida xabar berilyapti. Islom akam keldi deb. Va ushbu gapimizga hech kimga qarata gapirilmayapti. Shunchaki darak gap holatda qo'llanilyapti va undalma yo'q. Ushbu gapimiz egali gap sanaladi. Keyingisi esa uyushq bo'laklar. Uyushq bo'lak sanash ohangi bilan aytiladigan, bir xil so'roqqa javob bo'ladigan va bir xil gap bo'lagi vazifasiga keluvchi birliklar bizda uyushq bo'laklar yuzaga chiqaradi. Uyushq bo'laklarimiz bugun darsga Zebo, Anvar, Ziyoda keldi degan holatimizda bizda kim Zebo, kim Anvar, kim Ziyoda. Demak, birinchi sharti sanash ohangi bilan aytilishi, birinchi talabimizni bajardi, ya'ni 3 ta so'z ham sanash ohangi bilan aytilyapti. Ikkinchi talabimiz esa ular bir xil so'roqqa javob bo'lishi kerak edi. Biz har bir uyushq bo'lakka kim deb bir xil so'roq beryapmiz. Demak, bu so'roqlarimiz ham bir xil. Demak, ikkinchi talabimizni ham bajardi uyushq bo'lak hosil qiluvchi. Keyingisi esa bir xil gap bo'lagi vazifasiga kelish kerak edi uyushq bo'laklar. Zebo kim, Anvar kim, Ziyoda kim, keldi. Keldi kelsin, demak gapimizda egalar uyushib kelyapti. Ya'ni uyushq bo'lak vazifasini bajaruvchi so'zning gap bo'lakdagi o'rni egani tashkil qiladi. Demak, bu gapimizda uyushq bo'lak tartibini bajaruvchi barcha shartlar amalga oshiryapti. Keyin hurmatli abituriyentlar, ko'pchilikni chalg'ituvchi birliklardan biri hisoblangan. Ya'ni bu nima? Bu sizda uyushq bo'laklarni oxiriga qo'shilgan qo'shimcha uyushq bo'laklarni har biriga alohida. Shu gapni biroz o'zgartiramiz siz uchun. Xo'p, qarang. Bugun darsda Zebo, xo'p, Anvar, Ziyodani ko'rdim. Xo'p, ushbu gapga qarang. Zebo kim, Anvar kim, Ziyodani esa kimni so'rog'iga javob bo'lyapti. Lekin bu birliklarda biz Ziyodani, ya'ni uyushq bo'lakimizni oxirida qo'llangan qo'shimchani ularning har biriga aloqador deb hisoblaymiz va so'roq berayotgan paytda Zeboni, Anvarni va Ziyodani ko'rdim deyiladi. Ya'ni uyushq bo'lakning oxiridagi so'roq ularning har biriga aloqador bo'ladi va uyushq bo'laklarning eng oxiriga qo'shilgan qo'shimcha har bir uyushq bo'lakka qo'shilgan sanaladi. So'roq almashgandan keyin ularning gap bo'lakdagi o'rni ham xuddi shunaqa tartibda almashib ketishi mumkin.